Agar siz hozir maktabda o'qiyotgan bo'lsangiz, bitta narsani aniq tushunib olishingiz kerak. Bugun qilayotgan odatlaringiz sizni 3-5 yildan keyingi hayotingizni belgilab beradi. Gap shundaki, ko'pchilik bu narsani juda ham kech tushunadi. Lekin hozir siz buni tushunsangiz, siz boshqalardan ko'ra oldinga chiqish ehtimolingiz katta bo'ladi. Keling, ochiqchasiga gaplashamiz. Hozir ko'p qizlar bir xil kunni kechashyapti. Maktab, uy, telefon. Boshda bu juda ham oddiy ko'rinadi. Hammani hayoti shunaqa-ku deysiz. Lekin muammo shundami desiz, muammo shunda emas. Muammo buni odatga aylanib qolayotgan edi. Sezdingizmi? Vaqt juda ham tez o'tadi. Kecha maktabga chiqqan bo'lsangiz, bugun uni tamomlash arafasidasiz. Shu vaqt ichida sizda savol paydo bo'ladi. Men aslida o'zi nima qilyapman degan. Shu joydan boshlab ko'pchilik ichki bosim his qiladi va aynan shu yerda to'xtab qolmasligingiz muhim. Shuning uchun hozir siz bilan eng muhim 3 ta narsa haqida gaplashamiz. Birinchi maslahatim bu vaqt. Oddiy eshitiladi, lekin aslida eng hal qiluvchi narsa ham shu. Siz vaqtni boshqarmas ekansiz, vaqt sizni boshqaradi. Va bu sekin-sekin bo'ladi. Birdaniga bo'lmaydi. Masalan, 10 minut Instagram ko'rasiz, yana 5 minut deysiz va qarabsizki, butun kuningiz o'tib ketgan bo'ladi. Endi boshqa tarafini qaraymiz. Agar siz kuningizni ozgina tartibga solsangiz nima bo'ladi? Masalan, darsingizga vaqt ajratasiz, o'zingizga vaqt ajratasiz, o'rtoqlaringiz bilan aylanishga chiqasiz, rivojlanishingizga vaqt ajratasiz va eng qizig'i hammasiga ulgurishingiz mumkin. Shu yerda o'ylashingiz mumkin. Hammasiga qanaqa ulguraman desiz, ulgurasiz. Faqat ozgina tartib kerak. Va shuni eslab qoling, vaqtini boshqara olgan inson hayotini ham boshqara oladi. Yaxshi, vaqtni joy-joyiga qo'yding. Lekin yana bitta ichimizdan yeydigan narsa bor. Bu nima desiz? Bu solishtirish. Rostini aytsam, bu hozirgi davrning eng katta muammosi hisoblanadi. Telefonni ochasiz, kimdir zo'r yashayapti, kimdir chiroyli, kimdir mashhur, kimdir adasi unga nimadir sovg'alar olib bergan, kimdir qayergadir borganlarini Instagramga joylagan. Asta-sekin siz o'zingizni past baholay boshlaysiz. Men ular emasman degan fikr keladi. Lekin shu joyda to'xtang. Siz bitta narsani unutyapsiz. Siz ularning natijasini ko'ryapsiz, lekin jarayonni ko'rmayapsiz-ku. Kimdir sizdan oldin boshlagandir, kimdir shu hayotda yashash uchun qancha narsalarni qurbon qilgandir. Balki kimdir sizdan ko'p harakat qilgandir shu hayotda yashash uchun. Eng muhimi u siz emas. Shuning uchun solishtirish sizni oldinga emas, aksincha orqaga tortadi. To'g'ri yo'l esa oddiy. Siz kechagi o'zingizdan ko'ra yaxshiroq bo'lishingiz kerak. Har kuni ozginada, lekin eng muhimi to'xtamasdan o'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak. Endi savol tug'iladi. Agar men boshqalar bilan o'zimni solishtirmasam, unda qayerga qarayman deyishingiz mumkin. Javob esa oddiy, o'zingizga. Uchinchi maslahatim bu o'zingizni topish. Siz hozirdan o'zingizni qidirishni boshlashingiz kerak. Kutish eng katta xatoingiz. Keyin aniqlanadi degan gap ko'pincha inson o'zini o'zi o'tish hisoblanadi. Va yana bir muhim haqiqatni aytaman, hozir diplomdan ko'ra real skilllar ko'proq ishlaydi. Kim o'z ustini ishlasa, o'sha g'olib chiqadi. Endi bularni eshitib sizda bitta savol tug'ilishi mumkin. Buni qachon boshlayman? Javob oddiy. Bugun. Hozir. Tasavvur qiling. 3 yildan keyin siz ikkita hayotdan bittasida bo'lasiz. Yoki hammasi o'sha qoladi, yoki siz butunlay boshqa darajaga chiqasiz. Farq juda ham katta emas. Farq bugungi kichkinagina qarorlaringizda. Bugun qilgan 1 soatlik harakatingiz ertaga yaxshi hayotingiz uchun eshik ochadi. Bugun e'tibor bermagan narsangiz ertaga 2 barobar minusingizga qarab ishlaydi. Shuni unutmang, siz hali kechikmadingiz. Lekin vaqt ham sizni kutib turmaydi. Va agar siz shu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz o'zgarishga tayyorsiz. Kommentariyaga boshladim deb yozing. Men siz bilan birgaman.